Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal Gündüzlük haberler programımızı görüşünlerini kızgın karşı alımız. Ben Abdullah Yalqun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibinde bulup atkan en muhim haberlerini huzuruna sunuşturuşumuz. Qanamızda diqqatinglar ekranımızı bolsun. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi Istiqlol televiziyasiga hujum qildi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Wang Wenbin tunugun o'tkazilgan muxbirlarni kutib olish yig'inida Istiqlol televiziyasiga hujum qilib, Sharq Turkistondagi jazo lageri masalasini burmilashga urindi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Wang Wenbin 14 yanvar o'tkazilgan muxbirlarni kutib olish yig'inida CGTN muxbirining Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik, insoniyatga qarshi jinoyat va majburiy emgak jinoyati masalasi haqidagi savoliga javob bergan. Bundan burun Xitoyning mazkur jinoyatlarini qisqa javoblar bilan inkor qilib kelgan Wang Wenbin bu qatim tafsiliy javob bergan bo'lib, doktor Adrian Zeniz Avstraliya Strategik siyosat instituti, Uyg'ur sud kollegiyasi va Sayragul Savutbay, Tursnay Ziyovuddin qatorliq jazo lageri shohidlariga hujum qilgandan sirt Istiqlol televiziyasini tilga elib to'kmat bilan hujum qildi. U javobida oldi bilan Xitoyning jinoyatlarini fosh qilishda eng ko'p kuch chiqargan doktor Adrian Zenizga hujum qilib, uning tadqiqot nomida yolg'on ma'lumot tarqatganligini da'vo qilgan va Adrian Zeniz 900 mingdan 1 million 800 minggacha bo'lgan kishining Xinjiangda sistemalik tutqun qilinganligini aytgan. Uning tayangan manbasi bo'lsa Turkiyadagi Istiqlol televiziyasi degan taratqu organning hech qanday amaliy isboti bo'lmagan bir xabari. Bu taratqu organning radikal kuchlar bilan aloqasi quyuq bo'lib, Birleşken Devletler Teşkilatı terrorluk teşkilatı tizimliği kirgizgen Sharq Turkiston Islom hareketining katibeshi Abduqodir Yapchan ularning doimlik mehmoni deb bildirilgan. Halbuki Sharq Turkistonda ta'sis qilingan jazo lagerlarining va qamalganlarning soni qandaqdir biror axborot organi o'ydirib chiqqan ma'lumotlar bo'lmasdan, xalqaro tadqiqot organlari va mutaxassislarning sun'iy hamroh suratlari, jazo lageri shohidlari, shundaqli Xitoyning uchuq manbalari va oshkorlangan maxfiy hujjatlari asosida eng to'van mo'lchar bilan o'ttirg'a qo'yilib kelmoqda. Buningdan sirt Xitoy rejimi 2020-yil 9-oyda e'lon qilgan atalmish Xinjiangning ishqi o'rinlashish kapolati nomli oqtashlik kitobida 2014-yildan 2019-yilgacha bo'lgan oralikda Sharq Turkistonda har yili 1 million 300 ming kishining tarbiyalanib o'qish bitirganligi da'vo qilingan bo'lib, analizchilar buningga asosan Sharq Turkistonda 8 milliondan ortiq xalqning jazo lageriga qamalgan bo'lishi mumkinligini, amaliy sonning buningdan yuqori ekanligini ilgari surgan edi. Istiqlol televiziyasining doimlik mehmonlari Xitoy rejimi da'vo qilgandek radikal kuchlar bo'lmasdan, Xitoyning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyatini, ishg'oliyatini, saxta tashviqotlarini fosh qilib kelgan mutaxassislar, ulamo, ziyolilar, jamoat arboblari va shohidlar bo'lib hisoblandi. Cümleden Xitoy alohida tilga elib o'tgan jamoat arbobi Abduqodir Yapchan bundan ilgari Xitoyning to'kmat bilan Turkiya sotiga arz qilishiga duch kelgan bo'lsa-mu, bultur 3-oyda Turkiya soti Xitoyning to'kmatlarini rad qilib, uni gunohsiz deb hukm chiqargan edi. Ammo Xitoy hozirgacha qora niyatidan voz kechmay, yuqorqiga o'xshash sahnalarda Abduqodir Yapchan qatorliq mustaqillik da'vosi yetakchilariga, shundaqli lager shohidlariga hujum qilishni davomlashtirmoqda. Bu Xitoyning Istiqlol televiziyasiga tunji qatim hujum qilishi emas bo'lib, 2020-yil 6-oyda Xitoyning yer shari vaqt kezdi qatorliq ko'plagan organ taratqulari Sharq Turkistondagi jinoyatlarni inkor qilgan tafsiliy maqolasidami Istiqlol televiziyasiga bo'lgunchilikni tashviq qiladi, doim radikal shaxslarni ekranga chiqaradi deganga o'xshash iboralar bilan hujum qilgan edi. Bulardan sirt Xitoy rejimi hacker guruhlari orqali Istiqlol televiziyasining har qaysi tillardagi tor bekatlariga, munozimetrlarga va ijtimoiy taratqu hisoblariga qaratgan hujumini izchil davomlashtirib kelmoqda. Rossiya bilan Xitoy o'rtasidagi savdo 2021-yili yuqori pallaga chiqdi. Xitoy tamojna idorasi 2021-yili Xitoy bilan Rossiya o'rtasidagi savdoning oldingi mezgildagiga solishtirganda 35.8% eshib 146 milliard 880 million dollarga yetib rekord yaratganligini e'lon qildi. Sputnik to'rining 15-yanvardagi xabarda bildirilishicha, Xitoy tamojna idorasi e'lon qilgan bayonotida 2021-yili Xitoyning Rossiyadan import qilishi oldingi mezgildagiga solishtirganda 37.5% eshib 79 milliard 320 million dollarga, Xitoyning Rossiyaga qilgan eksporti 33.8% eshib 67 milliard 567 million dollarlik seviyaga yetganligini bildirgan.
Bayonotda ikki davlat o'rtasidagi savdoning 2021 yili 12 oyda shu yili 11 oydagiga solishtirganda 11,5% oshganligi o'tirg'i qo'yilgan. Rossiya bilan Xitoy o'rtasidagi savdodagi oldingi rekord 2019 yili 110 milliard 750 million dollar bo'lgan edi. Yana bir tarafdan Xitoy bilan Amerika o'rtasidagi savdo o'tgan yili 28,7% eshib 755 milliard 600 million dollardan oshgan. Xitoyning Amerikadan importi 2,7% eshib 179 milliard 530 million dollarga yetgan. Xitoyning Amerikaga qilgan eksporti 27,5% eshib 576 milliard 100 million dollarga yetgan. Umuman qilib aytganda 2021 yili Xitoyning tashqi savdosi 6 trillion 510 milliard dollarga yetib, oldingi mezgildagiga solishtirganda 30% oshgan. Kuzatuvchilar Xitoyning Sharq Turkistondagi jinoyatlari sababli Xitoyga yurgizilayotgan har xil embargo va jazolarning ta'sirini ko'rsatishi kerakligini, Bayden imzo qo'ygan va rasmiy qonunga aylangan majburiy emgakni cheklash qonuni asosida Xitoyning texnik qattiq kontrol qilinishi kerakligini bildirishmoqda. Daniya Xitoyning jinoyatlarga qarshi aniq maydonini e'lon qildi. Daniya hukumati Xitoydagi kishilik huquq dafsandachiligi va Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyatini ko'zda tutgan asosda Beijing qishliq olimpik tanarkat musobaqasiga hech qanday rasmiy vakil avatmaydiganligini e'lon qildi. Daniya tashqi ishlar ministri JP Kofod Daniya hukumatining 2022 yillik Beijing qishliq olimpik tanarkat musobaqasiga rasmiy vakil avatmaslikni qaror qilganligini e'lon qilgan bo'lib, u Fransiya axborot agentligi qilgan so'zida hukumat bizning Xitoydagi qishliq olimpik tanarkat musobaqasiga qatnashmaydiganligimizni qaror qildi. Daniya bo'lish sifatimiz bilan Xitoyning kishilik huquq vaziyatidan intayin andisha qilayotganligimiz sir emas deganlarni bildirgan. Undan boshqa Gollandiya hukumati mo tunugun bayonot e'lon qilib, Beijing qishliq olimpikiga amaldorlarni avatmaydiganligini bildirgan bo'lsa-mu, ammo buning Xitoy virusi sababli chiqarilgan qaror ekanligini ta'kidlagan. Beijing qishliq olimpik tanarkat musobaqasi bu yil 4 fevraldan 20 fevralgacha Xitoyning poytaxti Beijingda o'tkazildi. Yuqorqi ikki davlatdan sirt hozirgacha Amerika, Avstraliya, Angliya, Kanada, Shotlandiya, Litvaniya va Kosovo qatorliq davlatlar Beijing qishliq olimpikini rasmiy diplomatik boykot qilganligini jakarladi. Yangi Zelandiya, Avstriya, Yaponiya va Germaniya bo'lsa barliq yoki qisman hukumat amaldorlarini avatmaydiganligini bildirgan bo'lsa-mu, diplomatik boykot degan iborani ishlatmadi. Indoneziyada Beijing qishliq olimpikiga qarshi namoyish o'tkazildi. Indoneziyaning poytaxti Jakartadagi Xitoy elchixonasining oldida to'plangan xalq 2022 yillik qishliq olimpik tanarkat musobaqasining Xitoyning poytaxti Beijingda o'tkazilishiga norozilik bildirdi. Ko'pinchisi o'quvchilardan tashkillangan qo'llarda Sharq Turkistonning bayrog'ini ko'targan namoyishchilar Xitoyning Sharq Turkistondagi kishilik huquq dafsandachiligi sababidan bu yerda olimpikning o'tkazilishiga qarshi ekanliklarini bildirib shuar to'ladi. Olimpik tanarkat musobaqasini boykot qilishni talab qilgan namoyishchilar yana Indoneziya doiralarini olimpikka qatnashmaslikka chaqirdi va boshqa davlatlarni ham o'xshash pozitsiya bildirishga da'vat qildi. Hozirgacha Amerika, Avstraliya, Angliya, Kanada, Shotlandiya, Litvaniya va Kosovo qatorliq davlatlar Xitoyning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik va kishilik huquq dafsandachiligi sababidan Beijing qishliq olimpikini boykot qilganligini e'lon qildi. Buningdan boshqa Amerika, Angliya, Belgiya, Gollandiya va Kanadaning parlamentlari Beijingning Uyg'urlarga qaratgan siyosatining irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat tashkil qilganligini rasmiy e'tirof qilgan edi. Dunyoning har qaysi joylarida Xitoyning jinoyatlariga qarshi sadolar kun sari kuchaymoqda. Amerika Rossiyaga diplomatiya jihatdan iqtisodiy embargo yurgizishga tayyor ekanligini bildirdi. Amerika Davlat xavfsizlik ishlari maslahatchisi Jake Sullivan Rossiya-Ukraina masalasida ishg'olchi Rossiyaga diplomatiya jihatdan iqtisodiy embargolarni yurgizishga tayyor ekanliklarini bildirdi. Turkiya ovoz radiosi xabarida bildirilishicha, Sullivan Oqsaroyda o'tkazgan kundalik muxbirlarni kutib olish yig'inida bergan bayonotida Rossiya-Ukraina masalasida Jeneva, Bryussel va Viyanada yig'inlar chaqirilganligini, yig'inlarda ham Amerika ham Rossiya andish qildigan masalalar haqida muzokara elib borganliklarini, ilgirlash hosil qilg'ili bo'ladigan va ilgirlash hosil qilg'ili bo'lmaydigan nuqtalarni ochiq-oshkora holda o'tirg'a qo'yganligini ta'kidlab mundaq dedi.
samimiy va bevosita elib berilgan ham muvaffaqiyatli o'tgan muzokaralar bizga va Rossiyaga jiddiy o'yinlashga tegishli muhim fursatlarni sundi. Muzokaralardan keyin ittifoqdoshlarimiz bilan bu bosqichning qanday davomlashishi masalasida suhbat o'tkazamiz. Yevropa Atlantik okeanining bexatarligi va muqimligini qo'g'dash uchun diplomatiyaga tayyormiz. Shundaqla agar Rossiya boshqa yo'lni tanlasa, biz javob qaytarishga tayyormiz. Biz sheriklarimiz bilan Rossiya Ukrainaga tajovuz qilgan ahvol ostida qo'llaniladigan qattiq iqtisodiy embargolar masalasida quyuq hamkorligimizni davomlashtiramiz. U Amerikaning Ukrainaning zamin butunligi va egilik huquqini qo'g'dishi uchun Kiyevni qo'llashni davomlashtiradiganligini ta'kidlab mundaq dedi. Harbiy aralashishning ig'ir badallar va oqibatlarini elib keladiganligini Rossiyaga ochiq-oshkora holda bildirdik. Shuni alohida ta'kidlab o'tamanki, Rossiya bilan muzokaralarning davomi uchun yangi aniq vaqt bekitilmadi. Ham ittifoqdoshlarimiz bilan ham Rossiya bilan davomli aloqa o'rnatamiz. Azerbayjon harbiy maktabining programmasi Turkiyaninki bilan moslashtirildi. Azerbayjon Oliy harbiy maktabining programmasi Turkiya Cumhuriyeti Davlat Mudofaa Universitetida o'qitilayotgan programma bilan moslashtirildi. Turkiya Ovozi radiosi xabarida bildirilishicha, Azerbayjon Davlat Mudofaa ministrligining bildirishicha, Azerbayjon Davlat Mudofaa ministri peshqadam general Zokir Hasanov marhum prezident Haydar Aliyevning ismi bilan atalgan poytaxt Bakudagi Azerbayjon Oliy harbiy maktabini ziyorat qilib, o'qituvchi-o'quvchilar bilan bir yerga jam bo'ldi. Hamda bu yerda qilgan so'zida Armeniyaning 30 yillik ishg'oliyatiga qarshi 2020 yili 27 sentabrdan 9 noyabrgacha davomlashgan 2 Qarabog' urushida mislsiz zafarning qo'lga keltirilishida qarindosh davlat Turkiyaning ma'naviy va siyosiy jihatdagi qo'llashining muhim rol o'ynaganligini ta'kidladi. U armiyada elib berilayotgan islohot to'g'riliqni to'xtalib, Azerbayjon Oliy harbiy maktabining programmasi Turkiya Cumhuriyeti Davlat Mudofaa Universitetida o'qitilayotgan programma bilan moslashtirildi. Bu Azerbayjon armiyasidagi kasbiy ofitserlarni tarbiyalashda tashlangan muhim qadamlarning biri hisoblandi deganlarni bildirdi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mushada oxirlashdi. Inshaalloh atiki programmamizni ko'rishgacha sizlarni Janobiy Alloh topshiramiz. Shuna qilib programma oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.